Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va kuzatuvchilari. Bugungi videoyimizda amaliy kineziologiyada ignoterapiyani qo'llanish haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni ignoterapiya amaliy kineziologiyada qo'llaniladi. Ignoterapiyani qo'llashdan oldin uni qaysi tartibda ishlash haqida gapirib o'tmoqchimiz. Ya'ni Xitoy meditsinasida tanada quvvat oqimi o'zini normasida, o'zini muvozanatida ishlab yurish kerak har doim. Shunda odam kasal bo'lmaydi. Endi bu har bitta a'zoni o'zini meridiani bor, ya'ni endi buni diagnozi qaysi tarzda amalga oshiriladi degan savolga keladigan bo'lsak, Xitoyda o'zini 5 element, ya'ni usin deydi, 5 element, 5 birlamchi elementni diagnostikasi orqali amalga oshiriladi. Diagnostika o'zini kasallik simptomlaridan kelib chiqib, shu simptomdan qaysi meridianda buzilish yuzaga kelganligi aniqlanadi va bu meridianlar boshqa a'zolarni meridiani bilan o'zaro bog'liqligidagi buzilish, ya'ni bir-biriga ona bola, bobo nabira kabi qonuniyatlar asosida bir-biriga meridianlar ta'sir qiladi. Ya'ni bir meridianda quvvat oshib ketsa, ikkinchi meridianning faoliyatini susaytirib qo'yadi. Yoki bittasida kamayib ketsa, ikkinchisiga uzatishligi kamayib ketadi. Quvvatni bir-biriga almashinuvida. Shu almashinuvdagi buzilishlar orqali tanada kasallik kelib chiqadi. Ya'ni tanadagi quvvat oqimi o'zini to'g'ri yo'nalishida ishlamaydi, qattiqdir kamchilik bo'ladi. Endi bu yog'iga usin orqali diagnoz qo'yildi. Ya'ni qaysi meridianda nima kamchilik bor, o'shani aniqlab turib, shu bo'yicha o'sha nuqtalari bor har bitta meridianni. Shu nuqtalarga, ya'ni kuchaytiruvchi, muvozanatga keltiruvchi, tarafdor, ya'ni yordam beruvchi, shunaqa har xil o'zining nuqtalari bor. O'sha nuqtalariga igna sanchish orqali shu meridianda quvvat oqimi tiklanadi. Endi buni albatta igna sanchish orqali amalga oshiriladimi yoki boshqa o'zining usullari bormi degan savolga keladigan bo'lsak, buni ishqalash yoki nuqtali massaj orqali ham amalga oshirish mumkin. Ya'ni igna sanchish bu albatta qo'yilishi kerak bo'lgan, qilinishi kerak bo'lgan ish emas. U qo'l orqali ham massaj bilan uni amalga oshirsa bo'ladi. Endi amaliy kineziologiyada qanaqa qo'llaniladi bu uslub ignoterapiyani? Albatta ignoterapiya qilish shartmi, shart emasmi degan savolga amaliy kineziologiyani va diagnostikada ustun tomoni bu meridianlarni testlar orqali, ya'ni mushaklarni testi orqali qaysi birida kamchilik borligini aniq tez va samarali aniqlash mumkin. Juda tez aniqlanadi va qo'llanishda qaysi nuqtalarda kamchilik bor, ya'ni qaysi nuqtalar o'sha o'zi igna sanchishga yoki nuqtali massajga muhtoj. Shuni birinchi o'rinda aniqlab olinadi, o'sha nuqtalarga ta'sir o'tkaziladi. Endi amaliy kineziologiyada ignoterapiyadan yaxshi tomoni nuqtali massaj. Mana bizda nuqtali massaj qo'llaymiz. Ya'ni bu bemorni yechintirib, boshqa qilib o'tirish shart emas. Ya'ni o'sha nuqtalarga o'zaro kiyim ustidan ham massaj qilib, shu meridiandagi quvvat oqimini tiklash mumkin. Yana bitta tomoni bu qilgan o'zimizni o'sha nuqtali massajimiz qanchalik ta'sir qildi, o'shani mushaklar testi orqali, ya'ni o'shani ta'siri oxiriga yetganligini, ya'ni bu maqsadga muvofiq amalga oshirilganligini bilib olishimiz mumkin mushak testi orqali. Yana bitta amaliy kineziologiyada afzal tomoni vaqt tomonidan ekonom bo'ladi. Vaqt ancha vaqt tejaladi. Ya'ni ignoterapiyada qo'zg'atuvchi yoki tinchlantiruvchi nuqtalarga qo'yilganda 15-20 minut, yarim soatlab vaqt ketib qolishi mumkin. O'sha vaqtni o'rniga nuqtali massajda 7-8 minut, 10 minutda tezda bu meridianni quvvatini tiklab olishimiz mumkin. Yana bitta tomoni bitta seans o'zida nechtadir meridianni yoki butun tanadagi quvvat oqimini bitta seans o'zida amalga oshirib, tanani o'sha quvvatga keltirib olish mumkin. Ya'ni amaliy kineziologiyada tez va to'g'ri yo'naltirilgan uslub orqali bu narsa tezda amalga oshiriladi.
Endi kinesiologiya faqat u meridianni tiklashga qarab qolmagan, ya'ni nervlarni qisilishi boshqa tomonlama ochib kompleks tarzda ignoterapiyani nazariyasi bo'yicha meridianlar tiklanganda bu yana ham tanani quvvatga, ya'ni resursga boy bo'lib, quvvatga to'lib, kasallik bilan kurashishi tezlashadi va natijada Xudo xolasa tezda bemor tuzalib ketadi. Bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Ya'ni biz har bir meridianlarni kasallanish kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etishdagi to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarzi haqida maslahatlarni berib boramiz.